Keling biz o'zimizni diqqat e'tiborli odamlar deb faraz qilaylik va biror narsani xarid qilganda avval undagi ko'rsatmalarni, ya'ni instruksiyalarni o'qib chiqaylik. Texnik jihozlarni ishlab chiqaruvchi hamda sotuvchi firmalarning veb-saytlarini pastki qismida o'rnatish misollari, ya'ni primeriy ustanovka deb nomlangan grafalar mavjud bo'ladi. Boylerning sovuq suv kirishiga bosim bilan itarmaydigan, lekin to'g'ridan to'g'ri smesительный klapanning sovuq suv kirishiga bosim bilan itaradigan retsirkulyatsiya nasoslarini o'rnatishni tavsiya etamiz. Nazariy jihatdan hamma narsa yaxshi bo'lsa, biz kerakli natijaga erishishimiz mumkin. Keling, yaxshisi retsirkulyatsiya tizimimiz qanday ishlashini ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, bu bizga misol tariqasida taklif qilinayotgan sxema va biz sizga uning qanday ishlashini aniq ko'rsatish uchun uni yanada rang-barang shaklda ko'rsatmoqchimiz. Demak, biz ushbu sxemaning ishlash tartibi bilan tanishamiz. Agar issiq suv iste'mol qilish punktlarida suv bo'lmaganda, ushbu sxema qanday ishlashi hammani qiziqtiradi. Boyler oldingi holatga ega bo'lgani uchun haroratni Selsiy bo'yicha 60 darajada bir xil ushlab turamiz. Klapandagi haroratni 45 darajaga tenglashtiramiz. Bunday holatda bu sxemamiz qanday ishlaydi? Faraz qilaylik, biz birinchi marta retsirkulyatsiya nasoslarini ishlatmoqdamiz va bu yerdagi issiq suv quvurlarida va retsirkulyatsiya halqasida 10 daraja haroratli sovuq suv bor. Biz retsirkulyatsiya nasoslarini ishga tushiramiz va u suvni ikki tomonga itarishni boshlaydi. Birinchi yo'nalish klapanning sovuq suv kirishiga, ikkinchi yo'nalish esa bir xil suv boylerining sovuq suv kirishiga o'tadi va shu bilan boylerdan issiq suvni klapanning issiq suv kirishiga siqib chiqaradi. Ma'lum bir holatda biz klapanning issiq porti uchun 60 daraja haroratga ega bo'lamiz. Lekin 10 darajaga teng harorat klapanning sovuq suv portiga yaqinlashadi. Natijada chiqish qismida o'zimiz uchun kerakli bo'lgan Selsiy bo'yicha 45 daraja haroratni olamiz. Biroq bir necha daqiqadan so'ng Selsiy bo'yicha 45 darajaga teng bo'lgan harorat bizning nasosimizga qaytadi. Teplanositel bir necha darajaga soviydi va bir necha daqiqadan so'ng 40 daraja haroratli suv aralashtirish klapanimizning sovuq suv kirish qismiga keladi. Issiq port Selsiy bo'yicha 60 darajaga teng haroratga yaqinlashsa-da, natijada biz ushbu holatni olamiz. Harorati Selsiy bo'yicha 10 daraja bo'lgan suv termostatik klapanimizning sovuq tomoniga, issiq uchun esa mos ravishda harorati Selsiy bo'yicha 60 daraja bo'lgan suv keladi. Aralashtirish natijasida biz kerakli haroratni Selsiy bo'yicha 45 darajaga tenglashtirdik. Biroq retsirkulyatsiya nasosi klapanning sovuq suv tomoniga iliqroq suvni qaytara boshlagandan so'ng klapan tobora issiq suv kirishini ko'proq berkita boshlaydi. Natijada klapan chiqishidagi suv harorati tom ma'noda 1 yoki 2 darajadan asta-sekin ko'tarila boshlaydi va issiq suv klapanning sovuq portiga qaytadi. Hamda vaqt o'tishi bilan 20-30 daqiqa davomida klapanning chiqish joyida boylerdagi suvning haroratiga teng suv haroratini olamiz. Natijada retsirkulyatsiya halqasi orqali juda issiq suv aylanadi va biz suvni ishlatayotgan paytimizda kerakli natijaga erisha olmaymiz. Montaj ustalari ko'pincha issiq suv ta'minotiga mo'ljallangan trexhodovoy termostatik klapan o'rniga sovuq suv aralashtirish liniyasi bo'yicha prujinali klapan o'rnatib xato qiladilar. Aslida montajchilar buni bilib-bilmay qilishadi, chunki ko'pincha bu obratniy klapanni tepli pol uziliga o'rnatilgan trexhodovoy klapanlar bilan birga o'rnatish zarur bo'lgan vaziyat mavjud. Natijada sirkulyatsiya nasoslari boylerga bosim berish qobiliyatiga ega bo'lmaydi. Shuningdek, bizning klapanimizga issiq suvni ham itarmaydi. Issiq suv kranini ochishingiz bilan sizni trexhodovoy klapaningiz suv aralashtirishni boshlaydi va siz bu yerda 45 daraja haroratdagi suvni olasiz. Shunga ko'ra, vodorazbor tugashi bilan aynan bir xil suv harorati retsirkulyatsiya halqasini hosil qiladi. Nasos shunchaki bu suvni aylana bo'ylab asta-sekin haydab chiqaradi va uni sovutadi. Hamda tom ma'noda 23-30 daqiqadan so'ng sovuq suv shunchaki retsirkulyatsiya halqasida harakat qiladi. Shuning uchun bu rejim bizga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa qilish kerak emas. Keling, yaxshisi boylerni chiqish qismida doimiy suv haroratini ushlab turish uchun trexhodovoy smesительный klapani bo'ladigan issiq suv ta'minoti tizimini retsirkulyatsiya bilan qanday qilib to'g'ri bog'lashni ko'rib chiqamiz.